necha yoshdan prosedura, muolaja yuzga qarash kerak? Qarang, aniq bitta yoshi aytish noto'g'ri. Lekin o'sha muammoni kuchaytirib yubormasdan, muammoni oldini olish maqsadida kosmetologga murojaat qilsa bo'ladi. Masalan, 14 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan qizlarda ham agar zarurat bo'lsa, yuzida ko'rsatma bo'lsa, kosmetologga murojaat qilsa bo'ladi. Bu yoshdagi qizlarda o'smirlik davrida nima bo'ladi? Asosan yog'li teri, komedonlar va akne kuzatiladi. Bunda biz nima qilamiz? Yengil chistka qilamiz. Agar aknelari ko'p bo'lsa, dermatologga jo'natamiz. Keyin u yog'i ketdi 18-25 yoshda bunda уже aktivniy kosmetologga kelib bemalol, demak, uходовый protseduralarni olsak bo'ladi, chistkalar, yengil pilinglardan foydalansak bo'ladi. Mezoterapiyalar bu yoshda yaxshi ta'sir qiladi. Keyin уже 30-35 yoshda mimik ajinlar tushish boshlaydi yuzga bu yoshda. Yuz quruqlashadi, ko'proq namlantirish kerak bo'ladi. 35 yoshdan yuqorisida уже bu yoqda konkretniy yuzda osilishlar, pitozlar bo'ladi, ajinlar ko'payadi. Demak, yoshiga qarab, yuzdagi muammolariga qarab biz ishlaymiz. Aniq bitta yoshi aytib ko'rsatib bo'lmaydi. Qachon kosmetologga kelish kerak? Zarurat bo'lsa, ko'rsatma bo'lsa, marhamat bemalol murojaat qilsa bo'ladi.